Ya, tayyorgarliklar zo'r. Nima harakat? Adasi bugun bir oqibat qilib, akamlarni, opamlarni iftorlikka chaqirdim. Yaxshi qilsan. Odamlar ham o'tiradilar maza qilib gaplashib. Adasi nima qiladi? Men faqat o'zimni qarindoshlarimni chaqirganman. O'tirmaydilar, yo'talib, hammani ishtahasini bo'g'ib. Demak, qara, sen meni odam to'g'rilarida gapiryapsanmi? Onamdan keyin bilasanmi, meni bu darajaga yetishimga odamlarning qancha mehnatlari singan? Qaytib ketvas, akamlarni kim kutib oladi? O'zing kutib olgin. Odam o'tirmagan uyda men ham o'tirmayman. Ya, ada, shu yerdami deysiz? Eshitdim bolam. Qo'y. Kelinni urushib yurma. Uni ham rayiga qarash kerak. Men o'zimni kichkinagina kulbamda iftorlik qilib olaveraman. Qo'y bolam. Ya, nima deganingiz ada? O'zi kutib olursan mehmonlarini. Biz siz bilan zo'r joyga borib, bir ota bola o'zimiz iftorlik qilamiz. Yuring, ada. Jonim dada